Assalomu alaykum, hurmatli futbol ishqibozlari. Bizni O'zbekiston vatanimizda ashaddiy muxlislari. Xafa bo'lish yo'q. Futbolchilarimiz o'zlarini qo'llaridan kelgancha harakat qilishdi. Taktik bu tuzilmalar hisobiga ozgina xatoga yo'l qo'yilgan sababli shunaqa katta shot yutqazdik. Lekin eng avvalo birinchi e'tirozim shu futbol boshlanadigan vaqtda bizni Chinobod shaharchamiz Andijon viloyati Baliq tumanidagi elektrosvet xodimlariga e'tirozim. Svetni o'chirishib qo'ydi, to'kdi. O'yin boshlanayotgandan keyin yana o'chirishib qo'ydi. Bizni futbolchilar urgan hisobga olinmagan golni biz ko'ra olmadik. Bu birinchi e'tirozim elektrosvet xodimlariga. Butun prezidentimiz bosh qosh bo'lib, butun yerda katta ekranlarda futbolni ko'rish uchun sharoit yaratib bergan bir paytda bizni elektrosvet xodimlari shunaqangi bir sotqinlik qilishdi. Portugaliya uchun ishlashdi desam bo'laveradi. Ularni men vatan xoinlari deb hisoblayman, elektrosvet xodimlarini. Bu birinchisi. Ikkinchisi, bizni sharhlovchilarimiz deb larini qo'shmayin, xususan Xayrilla Hamidovga. Hali gol bo'lmasdan turib hozir urishadi. Hali nima qilmasdan turib ana ketdi gol. Hali gol bo'lgan yo'q varatamizga. Bu haligi niyatga bog'liq deydi-yu. To'g'ri, biz maydonda emasmiz, to'g'ri o'yinchilar u yerda o'ynashyapti, bizni ovozimizni ular eshitmaydi. Lekin Alloh eshitadi, Alloh ko'rib bilib turadi. Sizni niyatingiz shunaqa sovuqki, Xayrullajon, sizni 3 marta, 4 marta o'zingizni nimangizga, Telegram kanallaringizga yozdim men. Ey uka, jon uka, iltimos, sizni yaxshi ko'ramiz. Lekin sharhlashda shunaqa orqangizga qarab pol ko'rmang deb. Namangan bilan Andijon o'ynaganda ham shunaqa pol ko'rgansiz, unda ham yozganman. Endi vatanimiz sha'nini himoya qilayotgan farzandlarimiz qaylarga borib, o'shuncha muxlisni ichida 100 mingga yaqin muxlis, shundan bir 5 mingi boring bizdan, qolgan 80 ming, 75 ming muxlis boshqa muxlislar. Shularning oldida siz gapirib turibsiz, uyatmay, netmay, hozir urg'izib qo'yadi. Ronaldo golga chanqoq. Biz ham Shomurodovlar, Fayzullayevlar, futbolchilarimiz golga chanqoq. Sizdan uni birov golga chanqoqligini so'rayotgan yo'q. Siz o'yinni sharhlang, to'p balanchiga tushdi, pistonchiga tushdi degan holatda. Uni o'rniga siz qaydaqa yo'q gaplarni gapirib, odamni asabiga o'ynadingiz. Sizdan iltimosim, ko'ksim qo'limda. Jon uka, yo Davrondan o'rganing yoningizdagi sherigingizdan, sharhlashdi. Yoki sharhlamang, iltimos. Sizni ovozingizni eshitsam, men do'ppim ko'tarilib ketyapti. Sochlarim do'ppimni ko'tarib yuryapti. O'zi bu yog'i yetarli bo'lib turgan paytda siz vaqt tugasaydi tezroq, yana gol bo'lmasaydi. Nima sharh bu? Siz kimga balachsiz o'zi? Siz Portugaliyaga bo'lsangiz, o'sha tilda o'shalarga sharhlab bering, jon uka. Bizga siz keragingiz yo'q. Niyatga bog'liq. Siz mendan dinni juda yaxshi bilasiz. Shu din to'g'risida siz hatto o'tirib ham chiqqansiz. Bilaman, shunaqa gaplaringiz evaziga. Yana shu gaplarni gapiryapsiz, niyatingizni buzuq qilib. Qishda ham sizchalik sovuq odam topish qiyin, menimcha. Mendan xafa bo'lmang, iltimos sizdan. Ikkinchi, O'zbekiston milliy komandamiz o'ynayotganda siz sharhlamay turing. Yoki so'rang Davronbekdan, o'rganing, sharhlashdi. Siz bilan yonma-yon sharhlayapti, palochka yo'q orqasiga qarab. Uka, xafa bo'lmang mendan. Iltimos sizdan. Mikrofonga yaqin yo'llashmang, ayniqsa O'zbekiston milliy komandamiz o'ynayotganda. Rahmat, salomat bo'linglar.